Damas oldi eshik obshivkasini yechib, zamogini tushirib olamiz bu videoda. Kolonka simi bor. Relisda bo'ldi bu. Relisni yechmasa chiqmaydi. Mana bu relis. Mana bunday kabel tozalayotgan kusochka bilan bezarar ruchkani ochib olamiz. Simchalarini zamogimiz mana yechildi. Mana shunday holatda zamok. Zamokka kelayotgan bo'lsak, mana shilchak oylayotganlari, purshinkalari hammasidan ochib olindi. Uje xo'p, bu yerda mana bunday qilib rezinchasini ko'tariladi. Keyin bu yoqdan bunisi rezinchasi ko'tariladi. Keyin mana bu yerda qo'lcha bor. Qo'lchaga tiqib, salgina mana bunday tepaga ko'tarish kerak. Ariqchadan chiqqandan keyin tagidan yordam qilish kerak. Aks holda agar qo'lchani ko'tarmasi tagidan prujinani ko'tarsa, o'qi mana bu qiyshayadi. Endi savol tug'iladi, buni nimaga yechib oldik? Buni eshigi yopib mashina haydab ketaverganimizga fiksatorga mana bu joyi baland tegib davush qitir davush chiqaradi. Biz endi mana shu balandligida mana shuni kesib olib taylaymiz. Mana shu plasmasni. Tachit qilib mana oldik. Endi buni teramiz. Ariqchasi bor. Ariqchaga simini qo'yib, bu tomonni ham pastga qarab bosganimizda ariqchaga o'tiradi. Endi mana rezinchalar bitta qo'yiladi. Mana bu ariqchaga mana bu yer o'tiradi. Plus mana bu qo'lchasi mana bu yerdan chiqishi kerak. Mana shunga e'tiborli bo'lish kerak. Aks holda shilchak olgandan keyin obratga taylamaydi. Qolib ketaveradi ichkarida. Bu yog'i mana endi tayyor. Buni bitta oz moylab terib taylaymiz. Mana. Mana shunday. Bu yog'i bunday. Mana shunday terib o'riladi. Krishkasini qo'yamiz. Boltchasini buraymiz. Bir narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Bu yerda mana bu qo'lcha mana plasmas korpusni orqasiga o'tib qoldi. Agar shunday holat bo'lib qolsa, hammasini qo'yib, legirovka qilib eshikda terib bo'lgandan keyin ichkaridan bu ochmaydi. Plasmas korpusi orqasiga o'tib qolganning hisobiga buni yana zamogni tushirishga majbur bo'ladi odam. Shu sababli mana shu joylariga odam salgina e'tiborli bo'lish kerak. Mana o'tkazirish kerak. Ichkaridan ochilgan simni mana quloqchasi bu mana ochib yopyapti endi. Mana. Buni endi orqasini moylab zamok joyiga o'rnatsak bo'ladi. Mana shunday moylanadi. Bir sira moylab chiqqandan keyin qo'l barmoq bilan ustidan moyni salgina yurg'izdirib yuborish kerak. Zamogimiz ham mana xudo xohlasa tayyor bo'ldi.
Endi buni joyiga o'rnatamiz. Oldi eshik mana zamogini hozir qo'yishdi. Ko'rib boramiz. Mana shunday qilib uchta simidan ushlab olish kerak. Tepa qismidan mana shu tepa qismidan qo'yiladi. Birinchi o'chirat mana blokirovka simini o'tkazdirib yuboramiz tepaga. Mana shunday boradi. Mana bu yerdan chiqib keladi blokirovka simi. Barxitni orqasidan o'tadi ruchkani simi. Mana shuni o'tkazdiramiz. Blokirovkani birinchi o'chirib burab olishimiz kerak, zamok tushib ketmasligi uchun bu. Buraladi. Undan keyin zamokni uchta boltchasini burab qo'yamiz. Mana shunday burab qo'yish kerak boltchalarini. Keyin bemalol simlarni ulasa bo'ladi. Mana endi tushib ketmaydi hozir. Endi bemalol simini ulasak bo'ladi. Tashqaridan qulflikon kalitni mana shu simi bo'ladi. Qo'lchasini sal ko'tarib yordamlashish kerak. Mana bo'ldi. Mana shunday holatda qo'yib boriladi. Ruchkani simi mana shunday sentr kelish kerak. Tepaga yoki pastga tushib ketmaslik kerak. Agar ko'payib ketsa, eshik yopilmaydi, ochilib ketaveradi. Buni hozir sentrovkasini qo'yamiz. Mana ishlashi yaxshi. Endi relslarni qo'yamiz. Mana bu yerda ikkita qo'lchasi bor, relsni tepa qismiga kirib boradi. Mana shunday joylashadi. Bu tomondan mana qo'l bilan relsni tagidan ushlab turib, направлять qilib yuborish kerak. Boltchasi qotirib olish uchun. Bo'ldi mana. Endi buni hozir salafanni qo'yib obshivkani qo'yishni ham ko'rsatib o'ting degan obunachilarimiz uchun maxsus video bu. Mana shunday knopkalari bosib qo'yib chiqiladi. Mana shunday davush chiqadi o'tirgandan keyin obshivka. Endi ruchkachalarini birma-bir qo'yamiz. Katta atyorka bilan burasa osonroq buraladi, kichkina atyorka bilan ozroq qiyin bo'ladi. Ruchkani qo'yib qo'ydi. Endi bu ruchkani qo'yish juda ham oson. Birinchi o'rinda oynani ko'tarib olishimiz kerak dakansa. Dakansa ko'tarilgandan keyin mana shu holatda qo'yiladi mana. Buni simini qo'ygandan keyin chiqib ketmaydi. Simi bo'lmasa chiqadi. Shaybachasi qo'yiladi mana. Simi o'rnatildi. Mana shuna yetarli qo'yiladi mana. Bu mana chiqmaydi tortsa. Simi qo'yilgan holatda umuman chiqmaydi. Sindirib olinsa sindirib olinadi, lekin chiqmaydi bu mana. Bo'ldi.